Do'stlar, barchaga salom. Bugun bizda savdo bo'yicha birinchi mashg'ulotimiz bor. Keling, boshlaymiz. Qani ketdik. Bugun biz nomutanosiblikning shakllanishini va uning asosiy o'zgarishlarini tahlil qilamiz. Keling, asoslardan boshlaylik. Adolatli qiymat farqi yoki adolatli qiymat farqi. Bu talab va taklif o'rtasidagi nomuvofiqlikni ko'rsatadigan uch shamli naqshdir. Shakllanish paytida xaridorlar shunchalik ustunlik qilganki, ba'zi narxlarda sotmoqchi bo'lganlar umuman topilmadi. Shuning uchun narx go'yo bir oraliqni sakrab o'tgandek bo'ldi. Bajarilmagan talab shu hududda limit buyurtmalar ko'rinishida qoladi. Bozor bu hududga qaytishga intiladi. Shunda almashinuv yakunlanadi va ishtirokchilar o'sha narxlarda buyurtmalarni bajarishlari mumkin bo'ladi. Uqa muvozanati birinchi shamning yuqori nuqtasidan uchinchi shamning pastki nuqtasigacha aniqlanadi. Ikkala sham ham yopiq bo'lishi muhim. Shundan keyingina naqsh to'liq deb hisoblanadi. Bu yerda biz qarama-qarshi manzarani ko'rmoqdamiz. Ayfiqchi nomutanosiblik bu yirik o'yinchilar tomonidan agressiv savdo va qarshi talabning yo'qligini ko'rsatadi. Agar birinchi shamning minimumi biroz pastroqda, uchinchi shamning maksimumi esa biroz yuqoriroqda bo'lganida, biz diapazonda samarali narx shakllanishini olgan bo'lardik. Bu yerda ham xaridorlar, ham sotuvchilar bo'lar edi va bu muvozanatni yaratadi. Aynan shunday tuzilishga barcha algoritmlar intiladi. Imbalans qanday qo'llaniladi? Uning ikki funksiyasi bor. U narxni o'ziga tortadi va tayanch zona sifatida xizmat qiladi. Demak, bozor ushbu hududga intiladi va uni to'ldirgandan so'ng yuqori ehtimol bilan reaksiya qiladi. Bu shuning uchun sodir bo'ladiki, imbalans faol harakatlar paytida aqlli pullar tomonidan shakllantiriladi. Shuning uchun ushbu zonadan reaksiya ularning qiziqishini ko'rsatadi va narxlarni qo'llab-quvvatlashni tasdiqlaydi. Pozitsiyani ochish ko'pincha imbalans boshlangan joydan amalga oshiriladi. Himoya stopi formatsiyadagi birinchi sham ostiga qo'yiladi. Agressiv stop esa ikkinchi sham ostiga qo'yiladi. Bu misolida foyda olish 1 dan 2 gacha. Endi haqiqiy bozor sharoitida nomutanosiblikni qanday qo'llashga o'tamiz? Birinchidan, kontekst. Narx belgilangan diapazonda edi, yuqori chegara olib tashlandi. Bu oddiy. Teskari harakat nomutanosiblik to'liq to'ldirilgandan so'ng sodir bo'ldi. Bu esa pastga yo'naltirilgan harakatning boshlang'ich nuqtasiga aylandi. Endi diapazonning pastki chegarasi bizning global maqsadimiz bo'lib, bajarish darajasi birinchi tayanch vazifasini bajaradi. Keyin ayiqsimon nomutanosiblik hosil bo'ladi. Undan biz qisqa pozitsiyaga kirish uchun foydalanamiz. Bu yirik sotuvchilarning bosimini ko'rsatadi. Shuning uchun narx diapazonning pastki chegarasi olib tashlanmaguncha pastga siljishda davom etishini kutish mantiqan to'g'ri keladi. Muvozanatsizlik boshidanoq kirish. Biz birinchi shamning maksimal qiymati orqasida konservativ stop o'rnatdik. Bu ssenariy o'z ahamiyatini yo'qotadigan darajadan keyin sodir bo'ladi. Birinchi qabul qilish. Bu diapazonning pastki chegarasi. Bu yerda biz pozitsiyaning kamida 50% ni o'rnatamiz. Ikkinchi daraja quyida eng yaqin muhim darajadir. Narx savdoni boshlaydi, ammo yaqin atrofda buqaga moyil nomutanosiblik paydo bo'ladi. Birinchi shamning maksimumi, uchinchi shamning minimumi. Savol tugiladi. Biz undan oshishni ko'rmaymizmi? Agar shunday bo'lsa, stop loss ishlaydi. Oldindan yopib qo'yish kerakmi? Yo'q, bu asosiy ssenariyni o'zgartirmaydi. Bozor diapazonning pastki chegarasiga intilmoqda. Barcha oraliq qo'llab-quvvatlash zonalari, shu jumladan bu buqa boshligi ham pasayuvchi buyurtmalar oqimi fonida yorib otiladi. Ikkilamchi narsani asosiy narsadan ajratish muhimdir. Buqa nomutanosiblig'i ayiq nomutanosiblig'i bilan almashtiriladi va ustunlik qiladigan pastga yo'naltirilgan oqimni hisobga olgan holda undan kirishni ham ko'rib chiqish mumkin. Biz boshliqning boshidan ochamiz, stopni birinchi sham orqasiga qo'yamiz va avval ko'rsatilgan darajalarda foyda olamiz. Deyarli birinchi ssenariydagi kabi 4 nuqtadan 15 ga teng. Limit ordeni to'ldirildi. Narx bir muddat zona ichida turdi. Bu normal holat. Shundan so'ng pasayish davom etdi. Yana bir ayiqsimon nomutanosiblik yuzaga keladi. Biz uni xuddi shu modelga muvofiq ishlatamiz. Qisman to'ldirilgandan so'ng narx reaksiya ko'rsatdi va maqsadlarga erishdi. Ikkala lavozim ham ishladi. Yuqori ko'rsatkichdan hozirgi eng past ko'rsatkichga o'tish pastga yo'naltirilgan buyurtmalar oqimining ajoyib namunasidir va narxni yetkazib berishning asosiy mexanikasini tushunganingizda bozor qancha imkoniyatlar ochishi mumkin. Endi bitva tipga o'tamiz. Bular bir xil nomutanosibliklar, ammo yanada takomillashtirilgan turdagi. Bisi buqaga moyil bo'lgan, sibi esa ayiqcha bo'lgan boshlik. Demak, bu atamalar xaridorlar yoki sotuvchilar ustunlik qilgan joylarni bildiradi.
Endi nomutanosiblik ichidagi asosiy darajalarni va ularga to'g'ri javob berishni ko'rib chiqamiz. Birinchi daraja bu boshliqning boshlanishi. Ideal javob bu teginish va undan yuqorida yopilish. Men bu darajani ko'pincha asosiy kirish nuqtasi sifatida ishlataman, chunki bu daraja bitimga kirish uchun kafolatlangan imkoniyat beradi. Keyin 50% belgisi keladi. An'anaviy ravishda bu nomutanosiblik doirasida adolatli narx. Narx ko'pincha unga qarab tortiladi, chunki bu yerda qarshi likvidlik paydo bo'ladi. Harakatni davom ettirishdan oldin bu kerak. Agar reaksiya kuchli bo'lsa, zona muvozanatli hisoblanadi. Tananing ichida yopilish, shamning ichida yopilish sog'lom reaksiya hisoblanadi. Shuning uchun 0.5 darajasidan past yopilish zaiflikni ko'rsatadi. Lekin bu boshliqning o'zini bekor qilmaydi. Bu faqat uning to'liq to'ldirilish ehtimolini oshiradi. Haqiqiy bekor qilish birinchi shamning minimal qiymati olib tashlangandan so'ng sodir bo'ladi. Yakuniy daraja to'liq to'ldirishdir. Bu unchalik tez-tez uchramaydi. Asosan burilish va diapazonning boshlang'ich bosqichlarida ko'proq uchraydi. Trendlar davomida bu juda kamdan-kam hollarda bo'ladi. To'liq to'ldirish impuls izlarini yo'qotadi va grafikni vizual jihatdan muvozanatli qiladi. Shundan so'ng aqlli pul egalari yangi impulsni boshlashlari mumkin. Bu esa erta teskari reaksiya xavfini kamaytiradi. Men uchun shamning tanasi 0.5 darajasidan yuqorida yopilishi muhim, chunki bu bozorning to'g'ri javobini ko'rsatadi va keyingi o'sish imkoniyatlarini oshiradi. Agar yopilish 0.5 yoki to'liq to'ldirilgan darajadan past bo'lsa, o'sish ehtimoli kamayadi. Bu ko'pincha zaiflashib borayotgan momentum va mahalliy minimal darajaga tushish ehtimoli haqida signaldir. Bu nomutanosiblik ichidagi tetik darajalari edi. Endi ularning ijobiy va salbiy tomonlarini ko'rib chiqaylik. Endi bir misol. Narx pastga yo'naltirilgan oqimda harakatlanmoqda. Yangi AFC nomutanosiblig'i kuchli qarshilik va biz qisqa muddatli aloqani qidiradigan magnitdir. Quyida buqa boshligi 50% ga to'ldirilmaydi. Bu uning qo'llab-quvvatlash ostida qolishini va narxni tortayotganini anglatadi. Bundan tashqari haftalik nomutanosiblik haftaning ochilishida tasdiqlandi. Uning boshlanishi asosiy maqsadga aylanadi. Birinchi pozitsiya bu boshliqning boshidan kirish. Bizda 1 yoki 2 ta 17 nuqta bor. Agar sizga yoqmasa, biz 50% lik darajaga qaraymiz. U yerda allaqachon bitta ball bor, 1 dan 2,5 gacha. Uchinchi variant to'liq to'ldirish. Bu yerda eng yaxshisidir. Narx zonani to'ldirgandan keyin aniq reaksiya beradi va yuqoriroq darajada mustahkamlana olmaydi. Bu pasayishni davom ettirishga tayyorlik belgisidir. Sham soyasi pastroq vaqt oralig'ida buyurtma blokini yaratadi. U yerdan yuqori nuqtadan keyin to'xtash bilan konservativ kirish mumkin. Keyingi maqsad ifug. Bu teskari o'rnatilgan olov maydoni boshligi. Bu nomutanosiblik o'z maqsadini o'zgartiradigan vaziyat. Masalan, BS qarshilik bo'lgan, lekin buqa sham yuqorida yopilgandan keyin tuzilma o'z qutbini o'zgartiradi va qo'llab-quvvatlashga aylanadi. Ifug trend davom etishiga xizmat qiladi. Ushbu shamda tasdiqdan so'ng biz tuzatishni va keyingi o'sishni kutamiz. Ifug hududining butun qismi qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Asosiy e'tibor 50% darajasiga qaratiladi. Kirish ham aynan shu yerdan amalga oshiriladi. O'ng tomonda ayiq ifi ko'rsatilgan. BS hududi endi qarshilikka aylanadi, chunki narx fulfil pastida tanasi bilan mustahkamlandi. Pattern tasdiqlangandan so'ng keyingi shamda 50% darajasigacha tuzatish bo'ladi va pasayish davom etadi. Bu yerda tushunish muhimki, BS inversiyasi odatda yangisi bir paydo bo'lmasdan sodir bo'ladi. Bu hatto samarali tuzilmada ham yuz berishi mumkin, xuddi shu sxemadagi kabi. Endi haqiqiy misol. Ikkita nomutanosiblik qayd etilgan. Biz narxlarning reaksiyalarini kuzatib boramiz va trend o'zgarishlari asosida savdo qilish mantigini hisobga olamiz. Narx B sigmani to'liq to'ldiradi va sham tanasini 0 nuqtadan 5 nuqtadan pastga yopadi. Bu aktivning zaifligini va pastga siljishning davom etish ehtimolini ko'rsatadi. Zona qutblanishni o'zgartiradi va qo'llab-quvvatlashdan qarshilikka o'tadi. Biz 50% lik darajaga tuzatish va pasayishni kutmoqdamiz. Iltimos, diqqat qiling, bit o'rniga chip yo'q, lekin bu zonaning qarshilik sifatida ishlatilishiga to'sqinlik qilmaydi. Bu ifugning ma'nosi tuzatishdan so'ng reaksiya sodir bo'ladi va narx o'zgaradi. Keyingi bit maydoni ham to'liq to'ldirish ostida yopilgandan so'ng teskari tomonga o'zgaradi. Va yana tipi tashkil etilmagan. Bu allaqachon normal holat.
Keyingi turi Beeper. Bu muvozanatli narx oraligi. Ikki qarama-qarshi nomutanosiblik chibi va biti kesishganda buqaga yo'naltirilgan bir hosil bo'ladi. Bu qizitish doirasini aniqlashtirishga yordam beradi. Biz hech bo'lmaganda Beeper boshida tuzatish kutamiz, bisi yoki 50% boshida emas. Beeperning ikkinchi afzalligi bu kuchliroq qo'llab-quvvatlash zonasini yaratadi. Biroq stop loss baribir 3 soatlik biti tuzilmasi bo'yicha ikkinchi shamning minimumi ostiga qo'yiladi. Agar agressiv bo'lsak yoki agar yetarlicha konservativ bo'lsak, birinchi sham ostiga qo'yamiz. On tomonda ayiqcha Beeper bu yerda biti o'rnida chipi shakllanadi va ularning ustma-ust kelishi magnit va qarshilik hisoblanadi. Mana biz tuzatish va davom etadigan osishni kutayotgan buqa birga misol. Ayiqcha 1 bu foyda olish mantiqiy bo'lgan birinchi zona. Ish maydoni qanchalik siqilganiga e'tibor bering. Keng nomutanosiblik o'rniga biz qiziqish zonasining aniq yadrosini olamiz. Asalari noki boshlanishidan ancha oldin kirish, nomutanosiblikning ikkinchi shami orqasida to'xtash va ayiqcha ari noki boshlanishda kirish. 1 dan 5 gacha bo'lgan nuqta 5 ga teng. Narx zonaga mukammal darajada yetib boradi va reaksiya ko'rsatadi. Beeper tuzilmani mustahkamlaydi, ma'lumotlarni aniqlashtiradi va maqsadlarni aniqlashga yordam beradi. Samarasizlikning oxirgi shakli hajm nomutanosiblig'i va boshliqdir. Birinchi vaziyatda shamlarning yopilishi va ochilishi o'rtasida boshliq paydo bo'ladi, ammo soyalar bir-birining ustiga chiqadi. Bu ham magnit, ham qarshilik. Biz 0 nuqtadan 5 dan 10 tagacha harakatni kutamiz va davom etamiz va tushishning davomi. Prinsip klassik nomutanosiblik bilan bir xil. Bullish hajm nomutanosiblig'i qo'llab-quvvatlash vazifasini bajaradi. Biz tuzatish va osishda davom etishni kutmoqdamiz. Bu boshliq soyalar umuman bir-birining ustiga chiqmasligi bilan farq qiladi. Diapazon birinchi sham yopilishidan ikkinchi sham ochilishigacha bo'lgan tanalar tomonidan belgilanadi. Boshliqni soyalar orqali aniqlash noto'g'ri. Biz uning hech bo'lmaganda qisman yopilishini kutmoqdamiz va keyin harakatlanishda davom etamiz. Bu magnit va qarshilik zonasi. Rivojlanayotgan bozorda bu qo'llab-quvvatlashdir. Quyida shakllanish misollari keltirilgan. Qarshilik darajalari toq sariq rangda, qo'llab-quvvatlash darajalari esa kulrang rangda belgilangan. Bu turdagi samarasizliklar an'anaviy bozorlarda uchraydi. Masalan, TME'dagi Bitcoin va Ethereum futureslari muntazam ravishda hajm nomutanosiblig'i va boshliqlarni hosil qiladi. Tahlilning aniqligini oshirish uchun ularni hisobga olish mumkin. Bu TME'da Bitcoin futureslarining diagrammasi. Bu yerda keyingi kunning yopilishi va ochilishi o'rtasidagi farq ko'rsatilgan. Keyingi shamda bozor allaqachon reaksiya ko'rsatdi va osish davom etdi. Keyingi narsa hajm nomutanosiblig'i. Ertasi kuni narx uni butunlay yopdi va yana ko'tarildi. Ushbu tebranishning shakllanishi paytida yana bir hajm nomutanosiblig'i muvozanatlashdi. Operatsion prinsipi klassik nomutanosiblik bilan bir xil. Bozor barcha boshliqlarni to'ldirishga intiladi. Do'stlar, barcha brokerlarga havolalar bizda shu videoning ostidagi tavsifda. Albatta oting, ro'yxatdan oting va albatta shu kanalda obuna bo'ling. Keyingi videoda siz bilan ko'rishamiz.